Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, ötkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Başak müstafırga, şiddet bilen akseli, Hamza Halid Musaddak, şir yücek oğlanları. Ubay ibn Ka'b. Ey Abu Munzir, Allah'ın kitabidagi qaysi oyat eng ulug' deb so'radi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Allah va Allohning elchisi eng yaxshi biladi, dedi Abu Munzir. Payg'ambar alayhissalom savolni qayta so'radi, ondan u tuvandagi oyatni o'qidi. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turg'uchidir. U mugidab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmondagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keynidagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlangan ishlarning hammasini bilib turdi. Ular Allohning ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi, ya'ni ma'lumoti osmonni va zaminni o'z ichiga oldi. Osmon zaminni saqlash uningga ig'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Payg'ambar alayhissalom o'ng qo'li bilan ko'krigiga urib, uning javobini tasdiqladi. Payg'ambar alayhissalomning chiroyi xushallikdan nurlanib ketgan edi. U Abu Munzirga: "Ey Abu Munzir, Alloh seni ilm bilan xushallandirsin va manfaat bersin", deb xayrlik duo qildi. Payg'ambar alayhissalom tarafidan bilimi va Alloh nozil qilgan oyatlarni tushunishdagi iqtidori tabriklanayotgan Abu Munzir degan bu odam uning mashhur sahobalarining biri. Dastlabki musulmonlar jamiyatida yuqori hurmatga sazovor bo'lgan Ubay ibn Ka'b edi. Ubay Xazraj qabilasiga mansub bo'lgan ansariylarning biri bo'lib, Madinadagi islomni dastlab qabul qilganlardan edi. Hamda hijratdan burun Aqabada payg'ambar alayhissalomga bay'at qilgan edi. U Badr g'azotida va shuningdan keyingi boshqa faoliyatlarga qatnashdi. Ubay Qur'on oyatlarini ko'chirib yozishga qatnashgan bir nechalarning biri bo'lib, uning o'zining qo'lyozmasi bor edi. Ubay payg'ambar alayhissalomning kotibidekla uning xatlarini yozib beradi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganda u Qur'on Karimni butunlay yodlagan 25 yoki shunchalik odamning biri edi. Uning qiroati to'liq chiroyli, Qur'onni tushunishi ajoyib mukammal bo'lg'achqa, payg'ambar alayhissalom sahobalarni uningdan va boshqa 3 kishidan Qur'on o'rganishga chaqirdi. Keyin Umarmo moliya ishlarini bartaraf qilib etib, boshqa musulmonlarga: "Ey xaloyiq, oranglardan kimki Qur'on to'g'riliq so'ramoqchi bo'lsa, Ubay ibn Ka'bning qishig'i borsin. Kimki mirosxo'rlikqa oid masalalarni so'ramoqchi bo'lsa, Zayd ibn Sobitning qishig'i borsin. Kimki fiqh masalalari to'g'riliq so'ramoqchi bo'lsa, Muaz ibn Jabalning qishig'i borsin. Kimki pul muomala ishlari to'g'riliq so'ramoqchi bo'lsa, mening qishimga kelsin", degan edi. Ubay Qur'on orqali katta sharafga erishdi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Ey Ubay ibn Ka'b, men senga Qur'onni ko'rsatishga yoki ichib berishga buyurildim." Ubay xushallikdan qiyin-qiniga patmay ketdi. U payg'ambar alayhissalomning faqat osmondan vahiy oldiganligini bilgachga, hayojonini bosilmagan holda: "Ey Allohning payg'ambari, Allah mening ismimni tilga oldimi?" deb so'radi. "Ha, Allah eng egiz osmonda sening ismingni va nasibingni tilga oldi", dedi payg'ambar alayhissalom.
payg'ambar alayhissalom bilan bo'lgan bir necha yillik aloqa jarayonida Ubay payg'ambar alayhissalomning asl axloqi va hikmatli ko'rsatmalaridan nurg'un manfaatga erishdi. Ubay payg'ambar alayhissalomning bir qitim uningga mundoq deganligini rivoyat qildi. Men sana Tavratda, Injilda, Zaburda va Qur'onda nozil bo'lmagan bir surini o'gitib qo'ymaymi? Dedi payg'ambar alayhissalom. Albatta bo'ldi, dedi Ubay. Men sening u surni bilishdan burun ishikdan chiqib ketmasligingni umid qilaman, dedi payg'ambar alayhissalom Ubayning tashnoligini texmo kuchaytirish maqsadida. Ubay mundoq deydi. U o'rnidan turdi. Menmu uning bilan birga turdim. U mening qo'limni alqonlar orasiga ilib turib so'zlashga boshladi. Men uning qaysi sura ekanligini aytib bermayla ketib qolarmi deb ansirab, uni tutib qilishga tirishdim. U ishikning qishiga kelgan chog'da men so'radim. Ey Allohning payg'ambari, menga aytib berishni va'da qilgan surani aytib bermamsan? Sen namozga turgan chog'ingda qaysi surani o'qiysan? Deb so'radi Allohning payg'ambari. Men sura Fatihani o'qidim. Rasululloh shu ular takrorlangan 7 oyat. Qudratlik Allah mundoq degan. Biz sana takrorlangan 7 oyatni va qudratlik Qur'onni nozil qildik, dedi. Ubayning Qur'onga o'zgarmas muhabbati va cho'nqur ixlosi bor edi. Bir qitim u bir oyatning bir bo'ligini o'qiydi, Xalifa Umar u oyatni tushunolmadi yoki aslayolmadi. Shuning bilan u Ubayga "Sen yolg'on aytding", dedi. Buni anglagan Ubaymo "Yo'q, sen yolg'on aytding", dedi. Buni anglagan bir odam Ubayga "Sen mu'minlarning amirini yolg'onchi dedingmi?" dedi. Mening sana qaraganda mu'minlarning amiriga texmi cho'nqurroq hurmatim va ixlosim bor. Ammo u Allohning kitobini tushunishda xatolashdi. Mu'minlarning amiri Allohning kitobi to'g'riliq xatolashsa, men hargizmi uning so'zini to'g'ri deya olmayman. Ubayning so'zi to'g'ri ekan, dedi Umar oxiri. Ubay Qur'on Karimning muhimligi to'g'risida fikr bayon qilgan edi. Bir odam kelib, "Menga nasihat qilib qo'ygan", dedi. Ubay uningga Allohning kitobini o'zingga yo'lboshchi, ya'ni imom qilgan. Uning hukmiga va hukm chiqarishiga rozi bo'lgan. U Rasulullohning bizga qoldirgan mirosi. Sening cho'qim bo'ysunishingga tegishli bo'lgan qonun va sen bilan Alloh o'tirisidagi vosita, dedi. Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyinmi Ubay ilgirkidekla islom diniga mustahkam yepishdi va Qur'on Karim payg'ambar alayhissalomning sunnatiga jang eslab mangdi. U ibodatda nihoyatda chidamli edi. Doim xubtan namozdan keyin masjidda qilib ibodat bilan yoki Qur'on o'qitish bilan mashg'ul bo'ladi. Bir qitim u masjidda bir to'p musulmonlar bilan birga Allohga duo qilib o'ltirgan edi. Umar kirib kelib, ular bilan birga o'ltirdi. Hamda har biraylarning birdan duo o'qishini aytdi. Ular hammasi birdan duo qilishdi. Navbat Ubayga keldi. U Umarning yonida o'ltirgan edi. U sal tortinib, o'ziqib ketibdi. Umar uningga mundoq deyishni aytdi. Ey Allah, bizni mag'firat qilgin. Ey Allah, bizga rahim qilgin. Ubay butun hayotida taqvodorlikni o'ziga yetakchi qildi. U nihoyatda oddiy holat yashab, dunyoning uni chirtishiga va oldishiga hargiz yo'l qo'ymadi. U bir inson dunyoda har qancha rohat farog'atda baxtli yashasimi, lekin bularning hammasi yo'qolganligi Allohning oldida faqat o'zining yaxshi amallar foyda beradiganligidan iborat bu amaliyotni va reallikni nihoyatda obdan tushunadi. U doim musulmonlarga nisbatan ogohlantiruvchi bo'lib yashadi va doim ularga payg'ambar alayhissalomning vaqtini, musulmonlarning ilgirki islomga bo'lgan muhabbatini,
musulmonlarning ilgirki oddiy sada turmushini hamda qurbon berish ruhini eslatdi. Nurg'un kishilar uningdan bilim olish va maslahat so'rash uchun keladi. Ashularning biriga u mundaq degan edi: Mu'minning 4 aloyidligi bor. Agar biror xafalıqqa yoki kelishmaslikka uchursa, sabr qiladi, tavranmaydi. Uningga biror narsa berilsa, rahmat etadi. So'zlasa, haqiqatni so'zlaydi. Har qanday ishda hukm chiqarsa, adil hukm chiqardi. Ubay dastlabki musulmonlar orasida buyuk sharafga va yuqori hurmatga sazovor bo'ldi. Umar uni Sayyidul Muslimin, ya'ni musulmonlarning qudsi deb ataydi. Shuningdan keyin u mushu nom bilan mashhur bo'ldi. U Abu Bakrning xalifalik davrida xilma-xil masalalarga javob berish, maslahat berish maqsadida qurilgan maslahat berish guruhining bir a'zosi bo'ldi. Bu guruhga muhojirlar va ansariylar ishidagi bilimlik, adil hukm chiqarish qobiliyatiga ega bo'lgan musulmonlardan tarkib topgan bo'lib, ular Umar, Osman, Ali, Abdurrahman ibn Avf, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b va Zayd ibn Sabitlar edi. Keyin Umar xalifa bo'lgandan keyinmi bu guruhga o'zgarmadi. Fatvo berish uchun Osmanni, Ubayni va Zayd ibn Sabitni belgilab qo'ydi. Ubayning jamiyatdagi yuqori obro'yi qarab, boshqalar uni biror yerning boshlig'imikin, tez suratda kengayotgan islom davlatida biror viloyatning valiyisimikin deb o'ylab qoladi. Amaliyotda u payg'ambar alayhissalomning vaqtida sadiqa yig'ishga mas'ul edi. Ubay bir qitim Umardan so'radi: "Sana nima bo'ldi? Meni nima uchun boshliq qilmaysan?" "Iymoningning susishib ketishidan ansirayman", dedi Umar. Ubay ehtimol bu gapni musulmonlarning payg'ambar alayhissalomning vaqtidagi iymoniy poklikdan va o'zini qurbon qilish ro'yidan bargan sari yiroqlashib ketayotganligini ko'rib, Umarga aytgan edi. Ubay nurg'un musulmonlarning o'zining boshliqlari oldida haddidan ziyoda adablik va qo'shamachilik pozitsiyasida bo'lganligiga qat'iy qarshi turadi. Chunki uning nazarida undaq qilish boshliq bo'lg'uchig'imi va uning qo'l ostidagilarga ziyonli oqibat ilib keladi. Ubay boshqalar bilan bo'lgan aloqada nihoyat samimiy va oqko'ngil edi. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. U musulmonlar orasida haqiqiy vijdon egasi edi. Ubay musulmonlar ummatining kunlarining birida parchalanib, urush majra qilib ketishidan to'lma andisha qiladi. U doim Qur'onning tuvandagi oyatini o'qisa va anglasa, o'zini nihoyat ojiz his qiladi. "Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarning ustinglardan Lut va Nuh alayhissalomlarning qavmiga Ashabul Filga avatilgan azobga o'xshash yoki oyog'inglar ostidan Fir'avn va Qarunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib aralashtirib, ya'ni urushga silib, biringlarga biringlarning azobini tetitishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qanday bayon qilganligimizga qaragan. Ondan u Parvardigoriga chin ko'ngildan duo qilib, Allohning to'g'ri yo'l ko'rsatishini, kengchilik va mag'firat qilishini tilaydi. Ubay hijratning 29-yili Osmanning xalifalik davrida vafot bo'ldi. Faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari Ketti Umar Osman nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari